Agar meni YouTube kanalimda olib qo'yishadigan bo'lsa, quyidagi yetilishni qaytadan bajargan bo'lardim. Chunki YouTube'ning o'tgan yilgi strategiyasi hatto bu yil uchun ham ishlamayapti. Men o'zimning kanalimga hozirgacha 20 mingdan ortiq obunachilarni va mijozlarimiz uchun jamoamiz bilan birgalikda milliondan ortiq obunachilar va ko'rishlar sonini olib kelmoqdamiz. Agar siz YouTube'ga yangi kirib kelayotgan inson bo'lsangiz, ushbu 7 ta qadamni video davomida batafsil bilib olasiz. Nishalashdan boshlasak, keling o'zi nisha nimaligini tushuntirib beraman. Nisha bu kontentlarni yo'nalishlari. Qaysi yo'nalishda siz kontent qilishingizni belgilaydi. Bu xuddi o'zimizda hayotimizdagi sohalarga o'xshaydi. Misol uchun doktorlik bor, youtuberlik bor, prokurorlik bor, advokatlik va hokazo va hokazo. Ya'ni siz bir o'zingizga kontent uchun yo'nalish tanlashingiz kerak bo'ladi. YouTube'da yaqin 2-3 yilgacha hozirgi kundek juda ko'p bir nishalar yo'q edi. Hozir esa o'zingizning kasbingizdan kelib chiqib o'sha sohani ushlab turib, shunchaki YouTube kanalda faoliyat boshlasangiz ham sizning nishangiz bo'lib ketadi va aksincha bu nisha sizga kelgusi faoliyatda ko'proq yordam beradi. Sababi siz o'zingizni shu kasbiy faoliyatingizdagi mutaxassisligingizni hisobiga keyingi faoliyatdagi shu mediada ham anchagina osonlik bilan kirib borasiz va kontentlar qilasiz. Hali yo'nalish yo'q bo'lgan insonlar, qaysi yo'nalishda kontent qilishni bilmayotgan insonlar bo'lsa, siz uchun alohida mana bu Telegram kanalimga PDF formatda hozirgi kundagi ishlab kelayotgan nishalar, shu yo'nalishlarni men alohida bir spiska qilib, ro'yxat qilib yuklab qo'yaman. Bemalol kirib yuklab olsangiz bo'ladi. Demak, birinchi ish nisha tanlash bo'lyapti. Nishani tanlab olganingizdan so'ng keyingi qadamga o'tamiz. Endi esa maqsadni aniqlashga o'tadigan bo'lsak, odatda 99% deyarli YouTube'ga kirib keladigan insonlarning hammasi maqsadsiz kirib kelishadi va birinchi videoni qo'ygandan so'ng odatda videolar ham zo'r ketadi. Ikkinchi videoni yuklaydi va videolari deyarli yaxshi ketadi. Uchinchi videoni esa yuklashga kelganda shu joyda ko'pchilik faoliyati to'xtaydi va atigi 1% insonlarni undan keyingi videolarni yuklashlik, ya'ni 10 tagacha bo'lgan videoni yuklashlik holatlari kuzatiladi. Bu esa tabiiyki ularni keyingi darajaga olib chiqadi. 10 ta videodan keyin ham to'xtab qolganlar bor, lekin mana shu muammodan o'tib olgan insonlar odatda YouTube'dagi eng mashhur muvaffaqiyatli insonlarga, ya'ni YouTuberlarga aylanib ketishadi. Demak, maqsadlar haqida gapiryapman. O'zi maqsadni qanday qo'yish kerak deyilsa, YouTube'da siz qo'ygan birgina video butun umr siz uchun prosmotr ishlab, agar sotadigan video bo'lsa, mijozlar olib kelishligini inobatga olishingiz kerak. Agar siz u videoni o'chirib yubormaydigan bo'lsangiz. YouTube'ning boshqa platformalardan ham ustunligi aynan mana shunda. Birgina videoni qo'yasiz, u esa doimiy rekomendatsiyani hisobiga videoni to'g'ri yuklagandan so'ng sizga prosmotrlarni, sotuvlarni olib keladi. Demak, YouTube shunaqa platforma ekan, siz u yoqda kontent qiladigan bo'lsangiz, shundan kelib chiqib turib, siz o'zingizning hayotingizdagi maqsadlaringizni qo'pol qilib aytganda, o'lgungizgacha bo'lgan holatni 70, 80, 100 yoshgacha qo'ygan rejangizdan kelib chiqib, YouTube'ga shuni kontentlarni maqsadini to'g'rilab qilishni boshlashingiz kerak. Aynan shu maqsadlarni birlashtirgan holatda YouTube kanalini oching va hammasini kontentlar atrofida birlashtiring. Misol uchun qilib aytadigan bo'lsam, siz deylik Toshkentdan, Nest One'dan 3 xona uy olishni xohlagan bo'lishingiz mumkin. Toshkent City'dan yoki bo'lmasam 10 ta davlatga sayohat qilishingiz mumkin va mana shularni hammasini birlashtirib, shuni atrofida kontentlarni qilishni boshlasangiz, bu eng to'g'ri yo'lni boshlashlardan biri hisoblanadi. Yoki bo'lmasam yana bir maqsad qo'yishingiz mumkin. Deylik, siz umringiz oxirigacha o'zingizning sohangizda kelib chiqqan holatda 1000 ta, balki 10 ming ta insonlarga dars berishni o'zingizning hayotingizdagi bir maqsadiy sifatida olib qaragan bo'lsak, demak, buni ham kontent atrofida birlashtirishingiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi qadamni tushundik. Biz maqsadlarimizni aniqlab turib, buni kontent atrofida birlashtirishimiz kerak. Endi uni YouTube'da qanaqa qilib turib to'g'ri podachasini beramiz yoki to'g'ri qilib kontent qilamiz desak, endi aynan shu joyda biz 3-qadamga o'tamiz. Maqsad nima uchun muhimligini tushundik. Endi esa tabiiyki maqsadlarga olib boradigan biz yo'l xaritasini tuzishimiz kerak. Yo'l xaritani ingliz tilida roadmap deyshadi. Endi yo'l xarita o'zi nima deyilsa, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu strategiya. Demak, strategiya tuzib olishimiz uchun biz YouTube kanalida o'rtacha 1 yillikda eng kamida 6 oylik uchun YouTube kanaliga strategiya tuzishimiz kerak bo'ladi. Bu strategiyani tuzishimiz uchun misol uchun bir yo'nalishni tanlab olamiz. Deylik, ta'lim yo'nalishidamiz. Va ta'lim yo'nalishida biz yanvar oyidan kontent qilib oladiganimiz deb qaraydigan bo'lsak ham, yildagi 12 oyni biz 4 ta chorak qismga bo'lamiz. Chorak qism nima degani? Bu 3 oylikdan 4 ta degani. Ya'ni birinchi 3 oylik, ikkinchi 3 oylik, to'rtinchi 3 oylik, uchinchi 3 oylik qilib bo'lib chiqamizda va qarabsizki, har bitta 3 oylikda aynan bu 3 oyda nima ish qilaman, bundan keyin nima qilaman degan savollarga javob berib chiqamiz. Bu bo'lishi mumkin birinchi 3 oylikda biz o'zimizni tanitishimizga, ikkinchisida mutaxassisligimizni ochib berishligimizga, uchinchi 3 oylik yoki bo'lmasam to'rtinchi 3 oylikda biz o'zimizni rejalarimizga kelib chiqib turib, deylik ta'lim yo'nalishida bo'lsak, qanaqadir kurslarimizni, mahsulotlarimizni
sotishlikka reja qilishligimiz mumkin bo'ladi. 3 oylik qismga bo'lib turib, unda nima ishlarni asosiylarini bo'lib olganimizdan so'ng, endi mayda detallarga bo'lishni boshlaymiz. Ya'ni content plan tuzamiz, qaysi oyda qanaqa videolarni olamiz, nechta video chiqish kerak bo'ladi, qanaqa lokatsiyada olamiz, qaysi kiyimlarda bo'ladi va hokazo. Bularni aniqlab olgandan so'ng, eng kamida muhim e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi, har oyda hech bo'lmasam davomiylikda saqlash uchun kamida bitta yoki ikkita video chiqishi shart YouTube'da. Mana shu narsani siz esingizdan chiqarmang. Endi bu masalalarni ham hal bo'lgandan keyin, endi strategiyani o'zi yetarli emas degan xulosaga kelamiz. Agar siz har bir videolar uchun yangi g'oyalarni yaratmasangiz, o'zi g'oyalar qanday paydo bo'ladi desa, asosiy YouTube kanal boshlayotganlar uchun ikkitasini tavsiya qilaman. Bu organik va inorganik g'oya yaratish uslublari bor. Organik g'oya yaratish uslubi nima deyilsa, organik holatda siz o'zingiz va jamoangiz bilan tabiiy holatda g'oya qilinadigan, ichingizdan kelib chiqadigan kontentlar bo'ladi. Misol uchun shunchaki qog'oz ruchkani olib turib, o'zingiz yo'nalish tanlab turib, bemalol kontent olishingiz mumkin. Deylik, mana men hozir kofe ichib o'tiribman. Siz kofe yo'nalishda bir kofe men bo'lib turib, siz kontent qilishingiz mumkin. Endi boshlaysiz. Kofelar o'zi qachon yaralgan, qachondan boshlab kofe degan nomni olgan, kofeni vatani qayerda va hokazo deb miyangizga kelgan tabiiy har bitta g'oyani yozib chiqasiz va mana shu narsa organik uslub deyiladi. Endi bundan keyin ham yozib bo'lganingizdan so'ng buni organik uslubda ikkinchisi tabiiyki siz jamoaga o'tirishingiz mumkin. Do'stlaringiz, oilangiz bilan o'tirib turib kontentlarda mana yigitlar biz hozir mana mavzuda kontent qilmoqchimiz. Kimda nima g'oya bor deb turib o'zimizda ichimizdan chiqadigan g'oyalarni olish mumkin va mana shu organikni ham siz kerak bo'lsa g'oyani tug'diradigan uslublari bor, ya'ni yaratish mumkin bo'lgan texnik uslublari bor. Misol uchun o'zingizga bir yo'nalishda tanlab olasiz. 10 ta eng yaxshi tomoni, 10 ta eng yomon tomoni degan rubrikalarga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun kofe ichishni sog'liqqa 5 ta foydasi. Shu 5 ta foydasi degan narsa ushlab olasizda, sog'liqqa foydasi, davlatga foydasi, shu 5 ta unga foydasi, bunga foydasi, bunga zarari, bunga zarar deb turib, har xil kontentlarni o'zingiz organik holatda yozib chiqishingiz mumkin. Aslida organik kontent qiladigan insonning g'oyasi deyarli tugamaydi va bemalol buni hamma qilish mumkin istalgan yo'nalishda. Men bitta kofeni misolida shunchaki aytyapman. Bitta kofe ichish mavzusini ushlab olsam ham ichish foydali ketaveradi. Xuddi shunaqa siz agar o'zingiz organik holatda kontent qilaman desangiz, qiziqib ko'ring, qog'oz ruchkani yozib ko'ring, amaliy mashqdan keyin ko'rasiz. Aslida bu g'oya cheksizligini, kerak bo'lsa to'xtamasligini isbotini ko'rasiz. Mana shu joyda o'zimni shaxsiy insaydimdan, o'zimdagi tajribamdan bo'lishib o'tib ketaman. Odatda mana shu g'oyalarni yozib o'tirganda ko'pchilik birinchi yarim soatlikda qiynaladi. O'tirgan vaqtda miyasi bir fokusda, konsentratsiyani shu ishga qaratishga qiynaladi-da, g'oya kelmayotgandek o'ylab qoladi. Aslida bu g'oya yo'qligidan emas, sizni fikrlaringiz tarqoq bo'lib, ayni bir ishga fokusingizni qarata olmayotganingizni muammosi hisoblanadi. Endi nima qilasiz? Imkon qadar tinch xonaga o'tirasiz, shu sharoitga o'tib olasiz-da, telefoningizni bezuvka, iloj bo'lsa siz o'tirgan xonadan turmaslikka olib kelasiz. Atrofingizda gadjetlar bo'lmasa, qog'oz ruchkani o'zi bo'lsin. Birinchi yarim soat o'tishligini shunchaki kuting, shunchaki hech narsasiz kutsangiz ham, yarim soatdan keyin tabiiy holatda g'oyalar qaynab chiqishni boshlaydi. Agar siz buni soatlab qiladigan bo'lsangiz, ishoning, 3 soat agar mana shu g'oyani ustida yozib o'tirsangiz, 3 soatdan keyin miyani ishlashi boshqa darajaga chiqib ketadi. Bu o'zimda amaliyotimda sinalgan uslub. Va shunaqangi bir g'oyalar keladiki, uni siz pullarga ham kerak bo'lsa sotib olasiz. Faqat asosiy masala shuni qunt qilib o'tirib bajara olishlikda. Bitta sinab ko'ring, agar sinaganlar bo'lsa, shu videoga qaytib kelib, kommentariyada o'zingizlarning fikrlarni yozib qo'ysanglar, men albatta o'qiyman va hammaga rahmat aytaman. Endi esa biz ikkinchi uslub, inorganik uslubga o'tamiz. Inorganik uslub qanaqa desangiz, asosan boshqalarning g'oyasidan ko'chirish bo'ladi, ilhomlanish bo'ladi. Ya'ni siz YouTube'ga kirasiz, deylik, men YouTube mutaxassisman, bundoq qarayapman, nima kontentda mavzu qilsam bo'lar ekan deyapman-da. YouTube'da boshlanadigan masalan taxminiy 20 ta xatolar degan mavzuni ko'rdim va men undan ilhomlandim. Ya'ni g'oyasini olsam, bu inorganik uslub bo'ladi. Faqat mana shu joyda inorganik uslubdagi yo'nalishda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'lgan nuqta, uni g'oyasidan ilhomlanish boshqa, uni videosini birga bir ko'chirib qo'yish boshqa. Mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi va sizga eslatma sifatida aytib o'taman, boshqalarning mehnatini hurmat qiling, birga bir ko'chirib qo'ymang. Juda bo'lmasa, hech qanaqasiga shu birga bir qilmaslik iloji bo'lmasa ham, men ushbu videoni shu videoyingiz davomida yoki oxirida mana bu insondan olib, o'zimizga deylik tarjima qilib yoki o'zimning talqinimda video qilib ko'rsatimda u avtorda belgilab ketishni va iloji bo'lsa o'zidan rozilikni olib qo'yishni unutmang. Bu juda bo'lmasa, iloji yo'q bo'lgan holatda aslida inson bemalol o'zi ijod qilishligi, inorganik uslubda ham o'zini pochirki bilan, ya'ni siz kontentda shunaqa qilasizki yoki shunaqa uslubda gapirib berasizki, uni faqat siz chiqara olasiz.
Endi boshqa odam sizga o'xshatmasligi mumkin. Misol uchun deylik, siz hozirgi videomni olingda so'zma-so'z boshqachasiga aytib bersangiz ham, insonlar meni videomni ko'rib boshqacha qabul qiladi. Sizni videongizni ko'rib boshqacha qabul qiladi. Mana shu narsa pochok deyiladi. Endi pochok so'zini ishlatganim uchun qisman sizga izohlab berib o'taman. Endi davomini aytaman buni. Shu joyda sizga aytib o'tib ketay, bundan keyingi videomizni biz YouTube'da qiladigan 20 ta xatolar haqida bo'ladi va to'g'ri o'sha 20 ta xatoni o'z uchun o'rganib oling. Ayniqsa YouTube'ga kirib kelayotgan bo'lsangiz, videoning oxirida esa men sizga o'sha videoni ko'rish uchun end screenda joy qoldiraman. Hozir esa bemalol videoning davomini ko'rsangiz bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, eng muhimi siz boshqalarning kontentidan foydalanadigan bo'lsangiz, ilhomlanishingiz mumkin. O'sha mavzuda siz ham o'zingizni videolaringizni pochirkingiz bilan chiqarishingiz mumkin, lekin imkon qadar birga bir ko'chirib qo'ymang. Endi esa biz tushundik g'oya qilish muhimligini. Endi g'oyani ham qildingiz. Bundan keyingi eng muhim qadam esa siz videoni YouTube'ga yuklashingiz kerak degan qadamga o'tamiz. Videoni yuklashimiz kerak deyapmiz, lekin videoni yuklashimiz uchun esa undan avval videoni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Videoni tayyorlash uchun har bitta qadamlarni ketma-ket to'g'ri va detaligacha to'g'ri qilishimiz kerak. Chunki video tayyor bo'lish uchun har bitta qadamda o'zining muhim ishlari bor va har bir ishni detallashtirib biz to'g'ri bajarmaydigan bo'lsak va u keyingi ishlarga ta'sir qilib turib, videoni yaxshi rezultat ko'rsatmasligiga yoki yaxshi prosmotr olmasligiga ta'sir qiladi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu g'oya topishdan keyingi etap, deylik, ssenariy yozish bo'ladi, zo'r cover tayyorlash bo'ladi, uni yaxshi qilib syomka qilish kerak bo'ladi, ovozni yaxshi qilib yozish kerak bo'ladi, dublyaj qilish bo'lishi mumkin. Undan keyin esa montaj qilish va videoni to'liq tayyorlab olgandan so'ng esa YouTube'ga videoni yuklash bo'ladi. Va mana shu joydagi eng muhim qism, siz har bitta ishni ketma-ketligida to'g'ri detal bilan tayyorlash bu eng muhimi hisoblanadi. Agar siz ham har bitta ishni ketma-ketligini detallar bilan to'g'ri bajarmoqchi bo'lsangiz, shuni o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz aynan shularni o'rgatadigan onlayn darslikni yo'lga qo'ydik. Ya'ni siz har bitta YouTube'dagi ketma-ket qaysi qadamlarda bajarish kerak va uni qanday bajarish kerak, nima qilsak to'g'ri bo'ladi, qayerlarda xato qilishingiz mumkin va buni siz boshqalardan ko'ra tezroq o'rganib, yaxshiroq natijaga erishmoqchi bo'lsangiz va tartibli bilim kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Videoni syomka qilgan kunimizda hozirgi 6-qadamimiz ba'zi texnik sabablarga ko'ra yozilmay qolgan ekan. Shuning uchun bu formatga o'zgarib qolgani uchun hayron qolmaysizlar. Endi esa sizlarga eng muhim 7 qadamdan biri bo'lgan, ya'ni 6-qadamni nima ekanligi haqida batafsil tushuntirib beraman. 6-qadam nima deydigan bo'lsanglar, bu videoni yuklagandan so'ng analiz qilish. Ko'pchilik videoni yuklaydi, uni keyin analiz qilmasdan keyingi videolarga o'tadi yoki g'oyalarni davomli tahlil qilishda boshlaydi yoki bo'lmasam videosi ma'lum bir prosmotrlarga ega bo'lgandan keyin yoki bir yaxshi natijaga olib keldimi yoki aksincha yomon natijaga olib keldimi, nima sababdan bunday holat bo'lganligini tahlil qilishmaydi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsam, videomiz prosmotrlar zo'r bo'ldi, taqriban 100 ming prosmotr oladigan bo'lsak, nimani hisobiga bu 100 ming prosmotr bo'lganini inson yuklagandan so'ng tahlil qilib bilish kerak. Muvaffaqiyat omillarini bilgandan so'ng yoki aksincha xato qilgandan keyin xatolar omilini bilgandan so'ng, shunga ko'ra har bir videoda yaxshilanib, keyingi video uchun harakat qilish bu eng maqbul yo'llardan biri hisoblanadi va sizlarga ham aynan shuni tavsiya qilaman. Endigi eng oxirgi va muhim qism, har bir ishni qaytadan bajarishingiz kerak bo'ladi. Ha, adashmadingiz, har bir ishni, ya'ni nisha tanlash bo'ladimi, undan keyin g'oya qilish kerak bo'ladimi, undan keyin ssenariy yozish, videoni tayyorlash, upload qilish, ya'ni har bir qismda ketma-ket harakatlarni qaytadan bajarishingiz kerak. U qaytadan bajarishdan asosiy maqsad esa har bir ishni analiz qilib, qayerda xato qilingan, undan keyin nima qilishim mumkin, bu safar qanday qilib yaxshilashim mumkin deb turib, yaxshilab takror bilan qilishingiz kerak bo'ladi. Takrorlash sizni o'stiradi, chunki miyadagi neyronlarning faoliyati takroriy holatlarda bir-biri bilan bog'lanib keladi. Har bir ongli takror bu miyadagi yo'lni asfaltlashga o'xshaydi. Qanchalik ko'p yursangiz, shunchalik tez va oson bo'ladi. Video davomida 2026-yilda YouTube kanalini boshlab yoki bo'lmasa YouTube'da faoliyatingizni yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan 7 qadamni ko'rib chiqdik va buni siz amalda qo'llang. Foydali bo'lsa esa videolarga like bosing, keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.